Husan, qaravor. O. Ha, menmi? Yo, menmi? Uf, ha, sen dedim-ku. Voy, Maji, kimni chaqirsan? Menimi yo Husanmi? Odatda Hasan va Husanlarning plus va minus tomonlari ham bor. Ey Hasan, qarzing qachon berasan? Men Husanman, aka. Ha, shu strey o'tkazaveram. Yo'q, men Hasan emasman, Husanman deb quloq qilami olib chiqib ketgandilar. Yosh bola qilmasa qarzing to'lab qo'yinglar, tushundingmi? O Hasan, yana nimaga oyoq kiyimim yo'q, oyoq kiyimini eshitdi. Ajratom o'tdim-ku, qaysi biri seniki? Hidlab ko'r, bilasan. O'sha kun men mast edim. Ana achini seniki bo'ladi. Juda ko'pchilik Hasan Husan bir xil tush ko'rishadi deb o'ylashadi, lekin Hasan o'tishi esa Hasan aka bilan hamma siz uchun. Prosta tak meni hayotimni yashab bersangiz bo'ldi. jonim bularni hammasi mangami? Axir bu men yaxshi ko'rgan sevinch-ku. Mol go'sht, tovuq go'sht, induku go'sht, shashlik. Axir bu men yaxshi ko'rgan chempion sevinchlari-ku. Jonim, hammasi uchun rahmat. Men seni yaxshi ko'raman. Oy! Nima qilasan, jinnimisan, ha? Tush ko'rgani ham qo'ymasini. Hech bo'lmasa meni tushimda tinch qo'yib bor, chiq ket. Bor. Allergiyan boru. Nima yeyapsan, o cho'pat? Qish narsa yetganim yo'qmi? Aldama, hamma yo'g'im qichi yotibdi-yu. Agar ana bir marta magazinga kirib, meni nomimni sotib, Husanman deb chiqib ketadigan bo'lsan, uzum yeb orqasidan suv ichaman, keyin ahvolingni ko'ramiz.